Salom o'quvchilarim, bugungi darsimizda sizlar bilan masshtab tushunchasi bilan tanishib o'tdik. O'quvchilar, demak, masshtab nima ekanligini o'zbek tilidagi darsimiz davomida bilib, tushunib oldingiz. Endi sizlar bilan birgalikda darsimizni ingliz tilida davom ettiramiz va mavzuni yanada chuqurroq tushunib olamiz. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Demak, masshtab va xarita ingliz tilida map and scale deyiladi. Map and scale. Demak, bizga kerak bo'ladi birinchi so'zimiz scale. Scale bu masshtab. Map esa xarita. Map xarita. Demak, scale masshtab, map esa xarita. Tushunib oldik. Xarita nima o'zi o'quvchilar? Xaritada biz masalan ko'rib turganimizdek yer sayyorasining xaritasi tasvirlangan. Albatta u nechidir marta kichiklashtirilgan. To'g'rimi? Yoki mana bunday xaritalar bo'lishi mumkin. Sizga yoshligimizda ko'p o'yinlar o'ynaganmiz. Hozirda ham shunaqa o'yinlar bor. Qanaqa bo'ladi? Birorta xazinani nima qilishimiz uchun, topishimiz uchun kerak bo'ladigan xarita, yo'llar chizilgan xaritasi, albatta u ham kichiklashtirilgan ko'rinishda bo'ladi. Va keyin sizlar bilan mana bu xarita ustida ish olib bordik. Demak, xaritada biz birorta x masofa, x joydan ushbu nimalargacha bo'lgan? Ko'l, qasr, daryo, bu yerda o'rmon va daraxtgacha bo'lgan masofalarni o'lchab, ularni qanaqa masshtabda ekanligini yoki haqiqiy masofasi qancha ekanligini osonlik bilan topib oldik. Demak, o'rganishimiz kerak bo'lgan keyingi so'zlar daraxt so'zi. Daraxt bu ingliz tilida tree deyiladi. Tree daraxt. Tree daraxt. Xo'p, keyingi so'zimiz nima bu? O'rmon. O'rmon ingliz tilida forest deyiladi. Forest. Forest, o'rmon. Keyingi so'zimiz o'quvchilar bizda dengiz. Dengiz ingliz tilida ko'pchilik biladi, to'g'rimi? Sea deyiladi. Sea. Sea bu dengiz. Keyingi joyimiz nima? Keyingi joyimiz qasr. Mana qasr turibdi. Qasrimiz qanchaga teng? Bizda 60 santimetrga teng o'lchash davomida va unga doir misol ham yechib oldingiz. Demak, qasrning ingliz tilida qanday nomlanishini bilishimiz kerak. Qasr ingliz tilida castle deyiladi. Castle, qasr. Tushunarlimi? Demak, castle, qasr. Keyingi so'zimiz o'quvchilar ko'l. Ko'l bu ingliz tilida lake deb nomlanadi. Demak, lake bu ko'l. Lake bu ko'l. Endi bizda masshtabni topishimiz uchun ikki xil masofa bo'ladi bizda doim. Qanday masofa? Masalan, mana shu x nuqtadan castlegacha, ya'ni qasrgacha bo'lgan chizmadagi, ya'ni masshtabli chizmamizdagi masofa 60 santimetr. Ammo uning hayotdagi o'lchami undan necha baravar katta bo'ladi, to'g'rimi o'quvchilar? Demak, bizga yana bir so'z kerak bo'ladi. Masshtabli masofa bor bizda. Demak, bu chizmadagi masofa va bizning hayotdagi haqiqiy o'lchami. Tushunarlimi? Masshtabli masofa ingliz tilida scale distance deyiladi. Scale distance. Scale distance masshtabli masofa.
va bizda haqiqiy masofa ingliz tilida actual distance deyiladi. Actual distance haqiqiy masofa. Tushunarli-a? Demak, actual distance bu haqiqiy masofa. Demak, bizdagi x dan, x nuqtamizdan, x pointdan, point nuqta edi, C nuqtagacha, C pointgacha bo'lgan masofamiz, distanceimiz, ya'ni 60 cm bu bizda scale distance. Tushunarlimi? Scale distance. Masalan, bu nuqtadan bungacha bo'lgan masofani haqiqiy o'lchamini topganimizda masalan chiqqan bo'lishi mumkin, 100 km chiqqan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? 50 km chiqqan bo'lishi mumkin. O'sha haqiqiy hayotdagi masofamiz ingliz tilida nima deyiladi? Actual distance deyiladi. Masalan, xaritamizni, O'zbekiston xaritasini oladigan bo'lsak, Toshkentdan Buxorogacha bo'lgan masofa bizda bo'lishi mumkin, bor yo'q 10-12 cm, to'g'rimi? Ammo hayotdagi masofasi 700 kilometrga teng. Tushunarlimi o'quvchilar? Demak, o'sha xaritadagi 10-12 cm bu scale distance deyiladi. Bizdagi hayotdagi 700 kilometr masofa esa actual distance deyiladi. Tushunarlimi o'quvchilar? Tushunarli bo'lgan bo'lsa terminlarimiz, endi sizlar bilan masala yechib, darsimizni mustahkamlab olamiz. Exercise, mashq bajaramiz demak. The distance between Great Lake and point 0 or O is 250 kilometers. Demak, the distance, masofa deyapti, between orasida Great Lake and point 0, 0 nuqta, ya'ni O nuqta bizdagi va Great Lake, buyuk ko'l. Endi mana buni buyuk ko'l deb olyapmiz. Masalan, Great Lake va point O, ya'ni O nuqta orasidagi masofa haqiqiy masofani eslayapti bizda. Demak, 250 kilometers. It is actual distance. Tushunarlimi? Bu haqiqiy masofa. Demak, O nuqtamizdan D pointimizgacha bo'lgan masofa 250 kilometrga teng. Tushunarlimi? Endi davomini o'qiymiz. About how many centimeters is the scale distance? How many centimeters is the scale distance? Demak, necha santimetr bo'ladi scale distance, masshtabli masofamiz? Tushunarlimi? Demak, biz birinchi navbatda nimani topishimiz kerak? O nuqtadan D gacha bo'lgan necha santimetr xaritada masofa bo'lishini topishimiz kerak va masshtabini topib qo'yishimiz kerak. Tushunarlimi o'quvchilar? Buni topishimiz uchun sizlar bilan birgalikda o'lchab olamiz O dan D gacha bo'lgan masofani. Tushunarlimi? Demak, O dan D gacha bo'lgan masofani topishim uchun o'quvchilar, demak, O nuqtadan D nuqtagacha bo'lgan masofani o'lchab olsam o'quvchilar, bizda chiqadi mana 40 dan katta. Qayerga qarab ketyapti? 50 ga qarab ketyapti. Demak, mana necha santimetr chiqadi bizda? 50 santimetr. Demak, bizning chizmadagi o'lchamimiz o'quvchilar O nuqtadan D nuqtagacha bo'lgan mana bu masofa o'quvchilar necha santimetr chiqdi bizda? 50 centimeters. 50 santimetr chiqdi. Demak, bizning nimamiz? Chizmadagi o'lchamimiz 50 santimetrga teng, hayotdagi o'lchamimiz esa 250 kilometrga teng. Buni masshtabini topish uchun nima qilaman? Masshtabni topishim uchun chizmadagi o'lchamni hayotdagi o'lchamga nisbatini topishimning o'zi kifoya. Demak, o'quvchilar, 50 centimeters, ya'ni 50 centimeters divided by 250 kilometers. Demak, buni hisoblashim uchun nima qilaman? 50 santimetr tursa, mana bu 250 ni santimetrga o'tkazishim kerak, ikkalasini qisqartirib yuborishim uchun. Tushunarlimi? 50 pastda bo'ladi, 250
kilometrni metrga o'tkazsak, nechaga ko'paytirishimiz kerak? 1 kilometr 1000 metrligidan, demak 250 ni 1000 ga ko'paytiraman, orqasiga 3 ta 0 hosil bo'ladi. Tushunarlimi? Endi 1 kilometr 1000 metr edi. Biz metrga o'tkazdik buni. Metrdan santimetr o'tkazishim kerak. 1 metr 100 santimetrligidan yana orqasiga ikkita 0 qo'yadigan bo'lsam, ya'ni 100 ga ko'paytiradigan bo'lsam, menda santimetr hosil bo'ladi. Endi o'qisak, bu son orqasidan 3 ta nima bo'ldi? 25 million santimetr. Endi buni nima qilamiz? 50 bilan 25 millionni qisqartirib yuboramiz 50 ga. Nima hosil bo'ladi bizda? O'quvchilar, 50 ga qisqartirsak yuqorida 1 va pastda bu yoqda bitta 0 ketadi. 25 ni 5 ga qisqartirganimizda 5 qoladi va bizda 5 ta 0 hosil bo'ladi. Demak, bizning javobimiz 1 ga 500 ming. Tushunarlimi? Demak, bizning masshtabimiz 1 ga 500 ming ekan. Tushundikmi o'quvchilar? 1 ga 500 ming degani 1 santimetr chizmadagi o'lchamga 500 ming santimetr to'g'ri keladi degani. Tushundikmi? 500 ming santimetrni metrga o'tkazsak, nima bo'lib qoladi? 5000 metr yoki 5 kilometr. Demak, chizmadagi 1 santimetr masofaga 5 kilometr hayotdagi o'lcham to'g'ri keladi degani. Tushundingmi o'quvchilar ma'nosini? Shunchaki yodlab misol ishlab qo'yish emas, ma'nosini tushunib olishimiz kerak. 1 ga 500 ming chiqdi. Bu degani 1 santimetrga, mana chizmadagi 1 santimetrga hayotdagi 500 ming santimetr to'g'ri keladi degani. 500 ming santimetr esa 5000 metr yoki 5 kilometr degani. Demak, chizmadagi har bir santimetrimizga hayotdagi 5 kilometr masofamiz to'g'ri keladi degani. Tushunarlimi o'quvchilar? O'ylaymanki, masala tushunarli bo'ldi. Masala tushunarli bo'lgan bo'lsa, bugungi terminlarimizni yana bir bora takrorlab olamiz. Demak, scale masshtab, map xarita, tree daraxt, forest o'rmon, sea dengiz, castle qasr, lake ko'l. Scale distance masshtabli masofa, actual distance haqiqiy masofa deyiladi. Va biz o'tgan darslarda o'tganimizdek, mana bu nuqtalarimiz nima deyiladi? Point deyiladi. Agar between points deyilgan bo'lsa, sizga nuqtalar orasidagi masofa bo'lib qoladi. Tushunarlimi? Distance between points demak nuqtalar orasidagi masofa. Demak, between degan so'z ham bizga kerak bo'ladi. Orasida degani mana between Great Lake and Point O deyapti. O nuqta va qaysi orasidagi? Great Lake, buyuk ko'l orasidagi masofa deyapti. Demak, between so'zi ham biz uchun ahamiyatli va point nuqtaligini esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi o'quvchilar. Albatta darsni qayta ko'rib chiqib, lug'atlarni o'z vaqtida yodlang, uyga vazifalarni ham o'z vaqtida bajarishni unutmang. Bugungi darsimiz ancha qiziqarli va manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Xayr, salomat bo'ling. Have a nice learning time. Goodbye.